Kishilik jamiyatining hamma davrlarida ham adolat hayotning bosh ma'nosi, taraqqiyotning tayanch nuqtasi deyilgan. Haqiqatdan ham bu tushunchaning salmog'i ulkan. Zero minglab, millionlab insonlarning taqdiri ba'zan birgina adolat qiluvchining qaroriga bog'liq bo'ladi. Har bir sud idorasi adolat qo'rg'oni bo'lishi kerak. Unga bundan ortiq ta'rif ham yo'q aslida. Bu yerda xato va noxolislikka yo'l qo'yishga esa hech kimning haqqi yo'q. Shu maqsadda 2019-yilda O'zbekiston Respublikasi Prezident qarori bilan O'zbekiston Respublikasi Sudyalar Oliy Kengashi huzurida Sudyalar Oliy maktabi tashkil etildi. 2019-2025-yillar davomida Sudyalar Oliy maktabida 680 nafar sudyalikka nomzodlar 1 yillik o'quv kursida kasbga tayyorlangan. 1744 nafar sudyalar 2 haftalik kurslarda malakasini oshirgan. 1648 nafar sud xodimlari 2 haftalik kurslarda malakasini oshirgan. 106 nafar sudyalar 2 oylik rahbarlik lavozimlariga qayta tayyorlash kurslarida o'qitilgan. Bugungi kun holatida sudyalik lavozimiga nomzodlar tayyorlash kursini bitirganlarning 571 nafari yoki 84% sudyalik lavozimlariga tayinlangan. Shu yil 21 avgustda Prezident farmoni bilan O'zbekiston Respublikasi Odil sudlov akademiyasi tashkil etildi. Akademiyada sudlar va sud apparati xodimlarining malakasini oshirishning mutlaqo yangi tizimini shakllantirish bo'yicha aniq tartiblar belgilandi. Ushbu tartiblar sudyalarning muntazam malakasini oshirib borishga keng sharoit yaratish bilan birga uning samaradorligini yanada oshiradi. Yangi tartibga ko'ra 5 yillik muddatga tayinlangan sudyalar har 2 yilda 2 haftalik kursda o'qitilishi, 10 yillik muddatga tayinlangan sudyalar har 3 yilda 2 haftalik kurslarda qatnashishi, Oliy sud sudyalari va muddatsiz tayinlangan sudyalar har 3 yilda 1 haftalik kursdan o'tishi, sud apparati xodimlari har 2 yilda malaka oshirish kurslarida tahsil olishi belgilandi. Farmonga ko'ra 2025-yil 1-oktyabrdan boshlab sudyalik lavozimlariga nomzodlar tayyorlash, akademiyaning 6 oylik kasbiy qayta tayyorlash kurslari qonunchilikni qo'llash ko'nikmasining amaliyot bilan uzviy bog'liqligini ta'minlagan holda nazariya, amaliyot, imitatsiya tamoyili asosida dual ta'lim shaklida tashkil etiladi. Akademiyada dual ta'lim quyidagicha tashkil etiladi. Akademiya professor o'qituvchilari tinglovchilarga qonunchilikni qo'llash ko'nikmasini shakllantirish uchun nazariy mashg'ulotlar o'tkazadilar. Mashg'ulotlarda olingan nazariy bilimlarni amaliyot bilan mustahkamlash uchun tinglovchilar har bir o'tilgan mavzuga doir tajribali sudyalar raisligida o'tkazilgan sud majlisida ishtirok etadilar. Kasbiy qayta tayyorlash kurslari tinglovchilarning amaliy ko'nikmalarini shakllantirish maqsadida amaliy mashg'ulotlar deontologiya uslubida o'tkaziladi. Bunda tinglovchilar tegishli huquqni muhofaza qiluvchi organlar, advokatura, sud ekspertizasi va boshqa davlat organlari faoliyatida bevosita ishtirok etadilar. Imitatsiya jarayonida tinglovchilar akademiyaning maxsus jihozlangan sud majlisi zallarida sud majlislarini real vaqt rejimida kuzatadilar va sudyaning protsessual harakatlarini tahlil qilgan holda virtual sud mashg'ulotlarini, sud majlisini imitatsiyalarini tashkil etib, sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish bo'yicha o'quv mashg'ulotlarini o'taydilar. Sud majlisi imitatsiya jarayoni yakunida tinglovchilar sud majlisi bo'lib o'tgan jinoyat ishi doirasida hukm, ajrim va qarorlar yozadilar. Keyingi bosqichda tinglovchilarning nazariy bilim va amaliy ko'nikmalari baholanib boradi. Shu bilan birgalikda hujjat bilan akademiyada ta'lim jarayoni ustoz-shogird an'anasi asosida bo'lajak sudyani sudya o'qitadi tamoyiliga muvofiq tashkil etiladi. Akademiyaning amaldagi 15 nafar professor o'qituvchilarning 11 nafari malakali sudyalar, 6 nafari yuridik fanlar doktori, 7 nafari yuridik fanlar nomzodi hisoblanadi. O'quv kursining mutaxassislik fanlari bo'yicha umumiy yuklama soat 624 soatni tashkil etadi. Shundan 124 soat nazariy amaliy mashg'ulotlar 20%, 250 soat sud amaliyotini o'rganish 40%, 250 soat sud imitatsiyasi 40%, deontologik uslubdagi amaliy mashg'ulotlar uchun 312 soat ajratilgan. Kasbiy qayta tayyorlash kurslarida sud majlislarini real vaqt rejimida kuzatish va sudyaning protsessual harakatlarini tahlil qilish imkonini beruvchi virtual sud mashg'ulotlari joriy etiladi. Davlatimiz rahbarining sud huquq sohasini isloh qilish borasidagi ushbu farmoni sud tizimi uchun yuqori malakali huquqshunos kadrlar tayyorlash tizimini xalqaro standartlar asosida yanada takomillashtirish, ta'lim, ilm-fan va amaliyot uzviyligini ta'minlash orqali professional sudyalar korpusini shakllantirishga qaratilgan. Zero ma'naviyati yuksak, irodasi mustahkam inson adolatsizlikka yo'l qo'ymaydi. Bugungi sudyalardan ana shunday kasbiy va shaxsiy mukammallik talab qilinmoqda.